Aleyküm obunachilar. Bizning gibrid relalarimiz tayyor bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa kelaverasiz. Ustanovga matib beramiz. Trekkerlarga deyin. Trekker 12 laka deyin, xudo xolasa aynan. 30 sekund emas bizagida endi bu boshqacha etib ishladik buni. Minutini, sekundini xohlagancha nastroyga qilib qo'ydik ekan. Qarshiligini ko'paytirib, kuchaytiradigan terki bilan o'zgartirsa bo'ladi. Xohlagan minuta, xohlagan sekundga qo'yib olsa bo'ladi. Hozir men ishlatib ko'rsataman. Deyz beramiz. 30 sekunddan keyin o'zi o'chadi yana. 15-20 sekund endi men hozir buni 20 sekundga qo'yibman. Ya'ni klublar eshik ilishi bosganda yonib turadi parlarimiz uylanishga kirib, 7-chi o'zlaringiz olib olincha yonib turadidan ajratadi o'zi. Oddiy universal relay yana. Relay ketsa o'zini almashtiraveradi. Bu yana tayyor yana. Shunday. Eshikni ilisha, xohlang ochisha, ikkisidan. Ilish bilan ochishni bosib bersangizlar, chiqqan vaqtimdan eshikka masalan qorong'ida chiqqan vaqtda shuni yoqib, svetlarni yoqib natib olsa bo'ladi. Endi tez tunnel relan ham yasaymiz, xudo xolasa tez hamma narsasi tayyor, uni ham yasab qo'yamiz. Qorong'i bo'lganda avtomatik yanadi. Gündüz bo'lganda avtomatik o'chadi. Uni ham yasab beramiz. Gibrid relar tayyor, kelaverasizlar bu. Signalizatsiyasi bor mashinani qo'yib beramiz. Uni yasab ham beramiz, o'zingiz qo'yaverasizlar yaqinda. Qilish oddiy. Shu universal relar qanday daqilsa, bu ham shunday daqiladi. Asobiy narsa yo'q. 12 volt, 24 ham atib beraveramiz. Sağ olasınız, salomat olasınız.